أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'quvchilar, saboqdoshlar, xush keldinglar. Darsimizga xush keldinglar. Bugun yana darsimizni Allohning fazli va rahmati bilan davom etmoqchi. Bugungi dars namozning ichidagi farzlar yoki namozning ichidagi qiliqlar haqida buludu ve bu hakta to'xtalmoqchi. Babul af'ali fi salati namozdagi, ya'ni namoz o'qiyotgan o'quvchi namozning ichida qiladigan qiyom, qiroat, ruku, sujud, rabb'adayn va hokazo mana shunga o'xshagan namoz ichidagi harakatlar, qiladigan ishlar va faoliyatlar haqida to'xtalamiz va bu haqda darsimizni olib boramiz. Qala musannif bu haqda bunday dedi: "Yanbaghi lil musalli an yakhsha'a fi salatihi." Namoz o'quvchi kishi namozida oldi bilan har holatda turishi, xushu bilan turishi, o'zini xuddi so'roqchining oldida turayotgan kishiga o'xshash holatda turishi lozim deydi. Chunki namozning birinchi ruhi va asosiy namozningki asosiy omil xushu. Yani o namaz özünün Allah'a kul, bende ekanligini, beşini yigib turib, tizini qo'yib turib, özünü tuproqqa chaplab turib, ey Allah, men senin kulun, men senin benden deyish orqali ifodalash shakli va ifodalash faaliyetlere. Şunun için namazdaki birinci ruh ve birinci farz o huşu. Allah subhanahu ve taala deganligi için qad aflahal mu'minun. Hakikaten mu'minlar nicat topdi. Yani qattiq azobdan nicat topdi, g'am, qayg'udan nicat topdi, qutuldi. Ellezinehum fi salatihim haşiun. O müminler, qandaq müminler namazları da qo'qab turadigan, xor holatda turadigan, o'zini katta bir podshoning oldidagi gunohkor quldek turadigan mu'minlar deb Alloh taolo buni bayon qildi. Mana namozning xushu bilan bo'lishini Alloh bu yerda bayon qildi. Shuning uchun namaz o'quvchi namozida xushu holida turish kerak. Va kana sallallohu alayhi va sallam iza salla kana li jawfihi azizun ka azizil mirjala. Payg'ambar alayhisolatu vasallam namoz o'qigan vaqtda payg'ambarimning ichida qozonning qaynig'iga o'xshash, qaynaydigan bir ovoz beyde deydi. Yani kazan kaynagan çağdaki bir avazga o'xshash, viz 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 bir avaz var. Aşı avazga o'xshash Resulullahning ichidami herining avaziga o'xshash bir avaz beyde deydi. Yig'laydi ichidan Allohning oldida. Na'cha o'zining ojizligini Alloh taologa tanglaydi. Demak, mana bu shu shaklda birinchi namozdagi qiliqlarning shu xushu bo'lishi, tazallul xorliq bo'lishi lozim. Ve yekûne nazaruhu ila mevzi'i sucudihi. Onun
ko'zi, namoz o'quvchining ko'zi sajda qilgan o'ringa bo'ladi. Nega sajda qilmoqchi bo'lsa, sajda qilgan o'ringa bo'ladi. O beshini igiproq, ash ko'z oldiga qalab, xuddi bir jinoyatchi sud mahkamasining oldida o'zining kallasini igib, oldiga qalab tug'uniga o'xshagan bu xil shaklda turishi lozim. Bu qalbdagi ruhiy xushuqqa, ya'ni ma'naviy xushuqqa, ma'naviy tazallul xorliqqa mas shakldagi harakat va faoliyat bu. Beshini ko'tarib mundoq o'yonga, buyonga qalab, oyoqqa, mayoqqa qalab, xuddi bir mutakabbirona, takabbirona holatda turish bu namozning asli xushu' huzuga mas emas, muvofiq emas. Shunga uning qalbidagi amali bilan amaliy harakati maslashishi, muvofiqlashishi lozim. Lima ruya bunun delili ennehu aleyhisselam kana la yucavizu besaruhu fis salati. Peygamber aleyhissalatu vesselam o Resulullah'ın közü namaz okugan çağda secde kılgan urundan ötep ketmekti. Del şu yagi düştü ve şu yagi merkezleşitti. Tehaşşu'an lillahi. Nimi için? Allah Teala'dan korkan, Allah Teala'ga har bo'lganlik uchun deydi. Peygamberim aş qo'qab, har bo'lib, kallasini mushunda sangultib o'ltirdi. Va huwa aqrabu ila ta'zim. Bu sajda qilgan o'rin bilan qarab, ko'zimizni ashyagilam tikib namoz o'quvchining turishi Allah Teala'ni ulug'lashga ve katılashga yaqinroqdir. Min irsali tarfi yaminan ve şimalen. Ko'zni o sol tarafga qo'bbaganlikdan bunda qolib o'tib, bunda qolib o'tib yoki bunda qolib o'tib qilgandan shu sajda qilgan o'rniga tikilib bilan turish bu Alloh taoloni ulug'lash va kattalashga yaqin bu. Shuning uchun ko'zimizni sajda qilgan o'ringa tikib, beshimizni azroq sangilitib, xuddi bir kasallik bordagidek holatda turish bu lozim. Bu haqda hadislar nihoyatda ko'p kelgan. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Adi El-Kamil nomli kitobda bir chiqargan hadis bor ekan. Bu shu Ali ibn Abi Ali el-Qurayshi Tariq Baqiya, yani başka yollama var. Ali ibn Abi Ali ibn Cüreyc Ata Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu'dan قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazga turgan vaqtida sajda qilgan o'rnidan, sajda qiladigan o'rindan boshqa yerga nima qaramaydi. Faqat Allah sajda qilgan o'ringa qaraydi deb kelgan hadisda. Yeni bir hadisda Ibn Shayba rivoyat qilgan, Bayhaqi rivoyat qilgan hadisda bu Abdullah ibn Avni Muhammad ibn Sirin'den uzat deydi. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza salla namaz okusa rafa'a ra'sahu ila samai. Beşini asmaga götürdü. Bunda qaraytdı asmanga. Taduru aynahu yanzuru ha huna. Peygamberimizin közü buya qalab çögülüptü. Bunda asman qalab ma tarafga qalab çögülüptü Resulullah'ın közü. Fenzelallahu azza ve cel Allah Teala kad aflahal mu'minun ellezine hum fi salatihim khashi'un degan oyat tushdi. İbn Avni beshini pastlab ziminga cho'qidi va beshini pastlab uni o'tdi. Nemishqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda to'g'an. Demak, bu haqda nurg'un hadislar kelib, gerçi hadis
zaif bo'lsa-mu, ama hadisninki ko'pligi bilan buning dalili kuchli. Qala wa man arada ad-dukhula fi as-salati kabbara. Yuqorida namoz o'quvchi namozda qanday turishi, qanday shakllar bilan turish haqida so'zdik. Musannif deydi, kim namozga kirmoqchi, ya'ni namozni boshlamoqchi, namozga turmoqchi bo'lsa, buni iroda qilgan bo'lsa, namozni Allohu akbar bilan boshlaydi. Kabbara Allohu akbar deydi. Namozning 5i Allohu akbar. Allah Teala deganlik uchun va zakara rasma robbihi fasalla. O Rabbining ismini so'zlab namoz o'qidi. Allohning ismi. Akbar ni qetib Allohu akbar deb Rabbimizning ismini so'zlab namoz o'qiydigan gap. Payg'ambar alayhisalom la yaqbalullohu salatam ri'in hatta yada'at tahura mavazi'ahu degan. Allah Taala bir odamning namozini qabul qilmaydi, hatta o odam tahoratini o'zining joyida qo'ymasa dedi. Namoz o'qiydigan yerni pokizlamasa, badanni pokizlamasa, kiyimni pokizlamasa va pokizlashga tegishli yerni pokizlamasa, o namozni qabul qilmaydi degan. Demak, namozning 5i takbir tahrima. Va yastaqbilu al-qiblata. Qiblaga oldini qilib deydi Allohu akbar. Va inibtataha bilabzin oxara yashtamilu ala as-sana'i va at-ta'zim. Agar Allohu akbar degan so'z bilan namozni boshlamay, bir labzlar bilan boshlasa, bu shundoq maqtash Alloh taoloni ulug'lashqa yufshidgan va shuni o'z ichiga oladigan bir labzlar bilan boshlab qolsa, masalan, tahlil etqiniga o'xshash, ya'ni la havla va la quvvata illa billah, la havla va la quvvata illa billah deb, va tasbih subhanallah deb deginiga o'xshash, yoki yana bir ism bilan Alloh taolaning Ar-Rahmanu Akbar deb, Ar-Rahman Allohning ismlari, Ar-Rahmanu Akbar degan so'ziga o'xshash, ajzaahu, bu uni kifoya qiladi, bu kifoya qiladi. Nima uchun buning bu kifoya qiladi desa, Alloh taolo va zakara rasma robbihi fasalla deganlik uchun Rabbining ismini, Rabbimizning 99 ismi bo'lg'achqa, 99 ismning qaysi birisini zikr qilsa, zikr qilgan bo'ladi. Zikr qilgan degan zikr qilganlarning qatoriga kiradi va Rabbini zikr qilib turib namozni boshlaganning jumlasidan bo'ladi. Shuning uchun kifoya qiladi. Va qala Abu Yusuf, Imom Abu Yusuf rahimahulloh bunday deydi, la yajuzu, to'g'ri emas. İlla bilabzit takbir, faqat takbir labzi bilan durus. Bu bo'lmasa, boshqa Alloh taolaning ismlarining qaysi bir ism bo'lsa, uning bilan namoz o'qisa, u durus emas. Va huwa qawluhu, u takbir Alloh taolaning Allohu akbar degan so'zi. Ya Allohu akbar, akbarni ismi tabzil qilib Alloh taolo cho'ngroq deymiz. Yoki Allohul akbar qilib al-akbarni Alloh taologa sifatlab, cho'ng Alloh, buyuk Alloh, hammadan ulug' va qudratli Alloh deymiz. Yoki Allohul kabir, Allohul kabir, yoki Allohu kabir, Allohul kabir desak bo'ladi, ya'ni sifat mavsuf qilib, yoki Allohu kabir desak bo'ladi. Mana bu shunda Alloh taoloni ulug'laydigan, cho'ng qiladigan bir xil atalg'i bilan namozni boshlash bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. İlla alla yuhsinahu,
Endi bu xil holatdan boshqa bir holat illa o kishi o'sha namoz o'quvchi o takbir bilan namozni yaxshi boshlayolmasa, ya'ni takbir labzini abzal deyolmasa, tungalliga o'xshaydi. Allohu akbar deb qo'yadi. Allohu akbar, Allohu akbar deb manda bir tungalliningki kap harfini chiqarmaydigan bir ish bor. Manda bo'lib qolsa boshqa labzi bilan namozni boshlasa bo'ladi. Bo'lmasa shu takbir labzi bilan boshlaydi. Buni nimishqa? Li'annal mutavarasa, chunki sahabalardan, tabiinlardan, tabi'at tabiinlardan alad davom miras elinib kelgan bu namozni boshlash takbir, namozni boshlash faoliyati Allohu akbardir. Bu turas bu. İslam ümmetining Resulullah'ın sahabalardan kimkiler hep kelgan turas bu. Şuna bu turasni tutishimiz kerak. Ef'al, fa'il baraberdir Allah subhanahu ve ta'ala'nınki sıfatlıdır. Mayli ef'al deyle, mayli fa'il deyle o beraber. Çünkü ef'al mu siği mubalığa, fa'il mu siği mubalığa. Her ikisining uqtirib aytgan ma'nosi o'xshash. Garchi labzi jihatdagi shakl o'xshamasimi, ma'nosi asosan o'xshaydi. Va lahu va qawluhu ta'ala. İmam Muhammed bilan imomi Abu Hanifa rahimahulloh taolaning dalili va zakara rasma robbihi fasalla. Mushmana. Rabbining ismini so'zlab namoz o'qidi degan mush so'z. Nazalat fi takbiratil iftitah. Bu ayet namozni boshlash takbiri haqida tushdi. Namozda qanday boshlaysa, namozga qanday kirmoqchi degan vaqtda Alloh taolo bizga bayon qilib, namozga kirishning va namozga boshlashning yo'li iftitoh takbiri, ya'ni boshlash takbirisi. Fakat u'tubira mutlaquz zikri. Bu yerda mutlaq zikrini e'tibor qilindi. Mutlaq zikri e'tibor qilindi. Ya'ni Alloh taolo va zakara dedi. Va zakara isma robbihi dedi bu yerda, yoki Allohu akbar demidi, Allohul kabir demidi, yoki Allohu kabir demidi. Kitobni xabar vahid bilan qayd qilish o to'g'ri emas. Ana bu degan javob Imom Abu Yusufningki so'ziga Allohu akbar demasa bo'lmaydi, Allohu akbar bilan deyish lozim degan so'ziga o Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi xabar vahid. Alloh taoloning so'zi, ya'ni va zakara ismi robbi mutlaq. O degan xabar vahid. Xabari vahid bilan mutlaq bo'lgan Qur'onni xoslig'i bo'lmaydi. Unda bo'lgan chaqda Qur'on mutlaq bo'lgandan keyin xos mutlaqni hadis bilan xoslig'i bo'lmaydi. Bo'lmaganlik uchun bu durust. Agar Alloh degan so'z bilan yoki Rahman degan so'z bilan boshlab qolsa namoz o'quvchi, İmam Abu Hanifa rahimahullohning qarashida durust. Li vujudi zikr, zikr degan gap bor bu yerda-chi. Zikr degan gap bor. Va qala Muhammad la yajuzu illa an yadhumma ilayhi sifa. İmam Muhammad bu durust emas. Alloh degan bilan yo Rahman degan bilan bir og'iz gap bilan durust emas. Biroq uningga biroz sifatni qo'shsa, Alloh taolaning ajallo av a'zamu degandek Allohul ajallo, Allohu a'zamu yoki degandek bir sifatni qo'shib qilsa, u vaqti bo'ladi. Walau qala Allohumma, agar bir odam Allohumma deb boshlasa, al-asahhu ay yajuz, sahih qarash, to'g'ri qarash ayyajuz durust bo'lishi, namozning durust bo'lishi. Uning ma'nosi ya Alloh degan bo'ladi, ey Alloh degan bo'ladi. Mim, ya'ni
tashdid o'qilingan Allohumma deb qattiq o'qilingan min nidodan o'rin basar. Aslida Allohumma degandiki ya Allah demakchi Alloh taolo. Bu yerda ya Allah bo'lsa Alloh taoloni chaqirish, Alloh taoloni ulug'lash bilan boshlanadi. Walau qala Allohumma ighfirli agar namoz o'quvchi Allohumma ighfirli ey Alloh mening gunohimni kechirim qilsa deb desa la yajuzu o to'g'ri emas. U chaqda durust bo'lmaydi. Li'annahu laysa bi ta'zimin xolis. O xolis ulug'lash olmaydi. Nima bo'ladi? O hojatini Allohdan so'rash, orzusini Alloh taologa deyish, tilakini Alloh taolodan tilash bo'ladi. Allohni ulug'lab, kattalab, cho'ng bo'lib, Alloh taoloning marhamatiga sig'inib turib, garchi tilagan bo'lsa-mu, ammo xolis ulug'lash emas. Namozda biz Allohni xolis ulug'lash va xolis cho'ng bo'lish bilan boshlaymiz. وَلَوْ اِبْتَتَحَ الْأَخْرَسُ وَالْأُمِّيُّ بِالنِّيَّةِ جَازَ. Agar gacha, so'zlamaydigan bir gacha ve savadsız, hech narsani deyolmaydigan, gap qilolmaydigan savadsız niyati bilan başlasa, niyatida Alloh taoloni ulug'lash niyatida başlasa, jaza u durust. O durust. Demek endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgani iftitah takbiratul iftitah Rasululloh namozni iftitah takbirasi bilan boshlag'achqa asosan shuni bilan boshlaymiz va shuningga biz muttafaq shuni tarjih qilishimiz kerak. Chunki oyatni hadis bayon qilib turdi. Alloh taolo o'zining so'zida litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim deb Qur'oni Karimda bayon hadisda bayon lil Qur'on dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mubayyin lil Qur'on dedi. Rasululloh bu yerda bayon qilib berganlik uchun biz shu bayonni bilishimiz kerak. Wal abdalu an yukabbira al-ma'mum muqarinan li takbir al-imam. Abzila yaxshisi iqtido qilguvchi imomning takbiriga juplab, ya'ni imomning takbiri bilan billa takbir etish lozim. Imom namozni boshlash uchun Allohu akbar degan bo'lsa, iqtido qilguvchi billa qo'lini ko'tarib Allohu akbar deyish kerak. İmam Allahu Ekber deb qo'ygandan kim demaydi? Qanday boshlaydi desa, shu imomning deyishiga tang billa udul-mudul muvofiq deydi. Va indahuma ba'dahu. Bu Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarishi va fatvosi. İmam Abu ikki shayxaynninki, ya'ni ikki sohibaning qarishida, İmam Muhammad bilan İmam Abu Yusufning qarishida ba'dahu imomdan keyin deydi. Chunki imom iqtido qiladigan bo'g'achqa, iqtido qilinadigan kishi bo'g'achqa, o imom bilan tang deyish bo'lib qolsa, o imom degan ma'no chiqmaydi yani. Musovat ma'nosi chiqadi, barobarlik ma'nosi chiqadi. Chuqum imomning keynidilar, imomdan keyin qilish lozim. Va fi salami ba'dahu bil ittifaq. Salamda imomdan keyin bil ittifaq. Bu bil ittifaq Hanefi mezhebining ulemalari. İşte sahiban, İmam Abu Hanife, barchalar hammasi bil ittifaq imom assalomu alaykum va rahmatulloh deb bir tarafga qarasa, uningdan keyin qavm qaraydi. Buningda ittifaq. Vel farqu li Abi Hanife. Hamda biz deymiz sahiban imomdan keyin dedi. İmam Abu Hanife imam bilan billi dedi. Unda o'g'anda buning farqi nima desa, farq İmam Abu Hanifega anna takbira shuru'un fil ibadat. Takbir degan ibodatga shuru qilganlik, ibodatga boshlaganlik.
Fal musara'atu ilayhi afdal. Onunga aldirash afzal emdi. Aş ibadetke aldirash bir dakika bolsa ibadetke aldırganlygymız afzal. Allah Taala vesari'u ve fi zalika falyatanafasul mutanafisun deganlik üçin. Salam ibadetin ve salamu hurucun minha. Salam ibadetin çıqqanlyk boludy. Yani ibadettin baka boğanlyk fel ibta'u abdal. Bunda olganda kichiktirish nima afzal o vaqtda. İbadetleri birden bolsa ibadetin huzuridan ayrılıp qalmaslik, ibadetten ayrılıp qalmaslik üçün bu çağda aldırmaslik kerak. Anın qaldırış lazım deydi. Yani bu haqda tan deyishmi buludu ya kim deyishmi buludu demdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin başka hadisleri bunu uqtirib turdi. Ve yahzibu tekbira. Tekbir demdi. Allahu ekber detqanlıqqa muayyanlaştı, yine boldu. Ama tekbirni qanday deydi o? Tekbiri tiz deydi o. Sozap. Allahu ekber demeydi. Tekbiri tiz deydi o. Ve yahzibu degan tiz deydi o. Ve huve sünnet. Bu şu tekbirini tiz deyiş sünnet. Bu birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin başında. Yani bu hadisninki lafzı ennehu ra'an nebiyye rafa'a yedeyhi yine dekhala salat kabbara degan bir hadis ekan. Kimki nimaga dalilkan? Ve li'annal madda fi awwalihi kufrun likawnihi istifhaman. Çünkü bununki tiz deyişdinki bir sebebi o Allahu ekber'nin yani tekbirinin avvalida so'zash kufrlik ya. Allahu ekber desa likavnihi istifhaman o ilip istifham yani so'rash ilipi bo'lib qilish uchun. Xuddi a degan so'roq bo'ladi. So'roq bo'lganlik uchun hamza istifhomiya deb bir istifhom bor. Bu hilolatda nima qilsak, yani so'zab Allahu ekber desa Allah desa ayada 2 ya 3 ilip şekillenip qoladi so'zash orqali. Bu birinci, ikinci ilip istifhamning ilip bo'ladi. Birinci ilip, asli ilip o takbirning ilipi bo'lsa-mu, ikincisi istifhamning ilip bo'ladi. Bunda olgan chaqda cho'ngmu, Allah cho'ngmu deyish bir keladi. Buni meni o'qitib bir shaklangandek bir. Va bi oxirihi lahnun, uning oxirisida bir ohang bordir. Arab Arabiy tarafdan ahang bor. Allahu akbar. Şuna Allahu akbar deb tiz o'qiymiz. Qala va yarfa'u yadayhi liyuhaziya ibhamahu shahmatay uzunayhi. Endi bu takbirni qandaq deyish haqida to'xtalgandan keyin qo'lni ko'tarishda qayergachilik ko'taradi desa musannif deydi. Namoz o'quvchi qo'lni ko'taradi, uning bosh barmoqi, ikki dona barmoq bor ya vallah. Bu ikki barmoqi qo'liqining yumushqiga barobar bo'lish uchun ko'taradi. Mana shunday qiladi. Liqavlihi sallallahu alayhi ve sellem li-Va'il ibn Hujr. Payg'ambar alayhisalom Va'il ibn Hujr degan sahobaga izabtatahta salata tarfa' yadayka hiza'a uzunayka degan. Sen namozni başlagan chaqingda qo'lingni qo'liqingning udulus qichilib ko'tagin degan. Qo'loqning udulusi en ostun tarafi qo'loqning yumshoq tarafi. Ashi yerlikilib ko'tagin deb Rasululloh bu hadisni bayon qilgan. Endi boshqa mazhabda, yani jumladan Shafiy mazhab rahimulloh dulininki barobar qilib ko'tardi deyilgan mubah. Min hiza'an min kabayhi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislar kelgan. Ana bu hadis bu hozirgi hadis burunmu alim hadis nasx qilamdi qilmamdi bu haqda nurg'un gaplar bor. Buni shu o'z navbatida bayon qilamiz. Va huwa
en yerfa'ahuma mensubatayni. O qo'liqangning udulu sıkışılık qo'langni ko'targin degan gap. O ikki qo'langni tiklangan holatida, buni tik tutgan holatingda kötürüş kerak. Hatta takuna al-asabi'u ma'al kaffi nahval qibla. Hatta barmoqlimi alqam bilan qibla tarafga bo'lishi lozim buni. Barmoqlinimi alqam bilan buni shunda ko'tiradigan gap, shunda. ولا يفرج بين الأصابع parmaklarını kərib turuşqu olmaydı, manda turuşqu olmaydı, manda turuşqu olmaydı. Ve hakaza tekbiratul kunuti ve salatul aydeyni. Mana muşunun oxşaydı, kunut tekbirleri ve işkayet namazının tekbirleri hamda. Dua kunut tekbiri mi? Yani vetr okuyan adam yoki 3-chi rakatda yoki 1-chi rakatda bir rakat o'qisa, vitr o'qish uchun takbir aytadi. Takbir aytganda buni mushunda ko'tarish kerak, mushunda. Manda ko'tarsa bo'lmaydi. Va ishkayt namozida emas, 1-chi rakatda 7 qitim, ya'ni 2-chi rakatning oxirgi qitimda yana takbir o'qiydi. Shu takbirladimi shu shaklda o'xshash. Qo'lni ko'tarib o'qiladigan har qanday takbirni shunday qiladi. Wala yarfa'uhuma fi takbiratin siwaha. Namoz o'quvchi o qo'lini, ikki qo'lini uningdan boshqa shu takbiratul ihromdan, iftitohdan boshqa yoki takbiratul tahrimdan boshqa takbirlarda, ya'ni ruku qilgan chog'dagi takbirlarda ko'tarmaydi. Yoki secdeden kopkan, yani o'rnidan turgan vaqtiga takbirlarni ko'tarmaydi. Bunun da hem ulamalarning ixtilofi bor, xosatan boshqa mazhablar, jumhur mazhablar qo'lni ko'tardi deydi. لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki bir sözü varken qo'l faqat 7 o'rinda ko'tariladi. Shu 7 o'rinda ko'tariladi, shu yerda ko'tarsa bo'ladi, boshqa yerda ko'tarilmaydi degan. Va Payg'ambar alayhisalom mana bu 3 o'rinni, biri ikki ayt namozi, vitr namozi, takbiratul iftitah. Mana buni ko'taradi va boshqa yerda ko'tarmaydi deb rivoyat qilgan. Ve erba'an fil hacc. Dördüncüsü hacda. Dörtü kaldı, 4 hacda götürüldü. Bunu biz Allah halisa Kitab-ül Hacda sözleyimiz. Yine bu hadis emdi bazı taraftan daif, bazı taraftan mevkuf, bazı taraftan mursal bozumu ama yine bu hadislerin şavahidleri arkalık güçlüdür. Peygamber Aleyhisselam'ın la turfa'ul aydi illa fi 7 mevatin, kol fakat 7 o'rinda ko'tariladi. Biri hina yaftatihu salah, namazda başlagan vaqtda ve hina yadkhulul mescidil haram, mescidil haramga ihram bağlab kirgan vaqtda fayanzur ilal bayt, yani Baytullah qarab ve hina yaqumu ila safa, safa mervede turgan vaqtda, safada mervede turgan vaqtda, odamlar bilan Arafa akşamlarida turgan vaqtda, Jam'ada, Muzdalifada turgan vaqtda ve Cemratul Aqabatul Kubra bilan Cemratul Aqabatus Sugra'ni atgan vaqtda, mana bu shunday 7 vaqtning o'zida namoz, ya'ni qo'l ko'tariladi ve başka çağlarda ko'tarilmaydi. Ulamalar bu hadislarga katta itirazlarni bildirgan. İmam İbn Daqiqul Ayd o'zining Al-Imam nomli kitobida bu hadisga bir necha tarafdan itiroz bildirdi. Buni Zayli degan kishi imomdan Nasbur Ra'ya deganda nima qildi?
naql qildi. Bu tuvanda xulosalanadi. Birinchisi İbn Abi Layla bu hadisdir yolg'iz. İkincisi Vukay'ning İbn Abi Layla'dan rivoyat qilishi Abdullah ibn Abbas bilan Abdullah ibn Umarda to'xtab qolgan Rasulullohga yetmagan. Üçüncüsü bu hadis 6 sahih toplam kitaplarında Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas'tan rivayet kılınan sahih hadislerine karşı bu ikisi yerfa'ane eydihima inde ruku'i ve ba'da raf'i minhu bu ikkilen kolunu ruku kılgan çağda kötürüttü ve onundan ruku kılgan çağda ve rukudun beşini kötergen vakti kötürttü degen bu. Dördüncüsü hem rivayetlerde kötürttü de ba kötelmeydi de yok. Demek ulamalar bu hakta kıtlaplaştı hem de. Bunu şu urulların özüdün kürülüşümüz lazım. Kale sümme ya'temidu yeminehu sümme ya'temidu biyeminihi ala rusqi yesarihi tahta surratihi. Bu sennib deydi. Anından ki namaz oğuvçu on kolu bilen çapı kolunun yani sol kolunun ki nimesinden beğiçidin çin tutudu kindikinin astıda bu kolunu nerede koydu hem dediyse şu kindikinin astıda bana muşundak tutup bana muş yerden tutup kindikinin astıda koyup kılıdı. Liqavlihi aleyhisselam Peygamber aleyhisselam digenlik için salasun min ahlakın nebi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın peygamberlerinin 3 tane ahlakı var. Ta'cilul iftar birincisi iftarı aldırıp kılış. Yani iftarın vakti kirgen hemen iftarı aldırıp kılış. Ve ta'khirus suhur ikincisi zuhurlukunu küçüktürüp yiyiş. Ve ved'ul yemini ale'ş-şimal tahta surra. On kolunu sol kolunun üstüde kindikinin aslında koyuş mana bu peygamberlerin kimse adeti ve ahlakı deb kelgen. Bunda kelgen. Şunun için hem de bu hadisni bu tahta surrati degan gapni olmay İmam Tibrani El-Kebir namlı kitaplarında çıkardı. Yana başka hadisler varken inna ma'şerul enbiya'i umirna peygamberlerin biz peygamberler cemaati sohorluğumuzda küçük duruşke iftarlıkını aldırışka on kolumuzni sol kolumuzun üstüde namazda tutup duruşka buyurulgan. Vel mer'atu tada'u yedeyha ala sadriha. Ayal kişi nerede koydu? Ayal kişi kolunu sadrisi kökrükünün üstüne mişçede koydu. O şunda. Li'ennehu estaru laha. Çünkü bu ayal kişininki kökrükünü yiyip durdu. Bunda ağına peslep durdu bir yerde. Çoğun kökstüp tubastan belki küçükrak kökstüde ve yiyip durdu. Ve yakbidu bi kebbihil yumna rusgal yusra. On kolunun alkını bilen sol kolunun begeçini çın tutudu. Bana muşunda tutudu. Kema pergamine tekbiri aşu tekbirden yani baka boğan dikidek fahuve eblagu fit ta'zim o namazın ruhu boğan ta'zimde bekrak ta'zimni ifadeler burada. Bu şunda tutup çın tutup ve hakaza fi tekbiratil kunut mujnun o'xshash shaklda buludu qunut tekbiridi bu dua qunutning tekbirida shunda buludu ve salatul cenaze cenaze namazida shunda buludu li'annahu qiyamun mumtaddun kal qiraati çünkü bu mu qiraatga o'xshash uzun yurituruş bu shu Alloh taolaning oldida uzun bir yuriturdigan gap. وروى الحسن عن أبي حنيفة الإرسال فيهما. İmam Hasan Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'den rivayet kıldı.
el-irsale fîmâ. Bu ikkisida, yani qunut tekbiri bilan jinoza namozida qo'yib o'tishlar. Qo'lni qo'p birib, yani sang'iltib turishni rivoyat qildi. Bu Imom Muhammadning bu so'zi. Imom Muhammad bu shuni tanlagan va huwa ixtiyoru mashayixna. Bu Hanifiy mazhabningki, kinki ulamolarningki tanlashi shu. Li'annaha qawmatun, chunki bu yuriturishki uningda qiroat yo'q ya. Kama bayna ruku va sujud. Xuddi ruku sujudning orasida qiroat bo'lmagandek, uning orasida qiroat yo'q. Qiroat bo'lmaganligi uchun tashlab qo'lini to'sib bo'laveradi. Va bayna takbiratil aydayn yursiluhuma. Ikki ayt namozininki takbirlari orasidami qo'lini qo'yib beradi. Chunki qo'l li'annal vaza la yufidu litatabu'at takbirat. Chunki o qo'lni ustida qo'yish degan o foyda bermaydi. Takbir oqoqidan bo'lganligi uchun yana qo'ysangiz, yana ko'tarib, yana qo'yib, yana ko'tarib, bunda bo'lganligi uchun uni tashlab turgan yaxshi. Ya'ni normalda tashlab turgan yaxshi. Qala ve yaqulu subhanaka Allahumma ila ahirih. Bu sanif deydi, subhanaka Allahumma ve bihamdika ve tebarakesmuka ve ta'ala cedduka ve la ilahe gayruk deydi. Yani tekbirini deb bo'lgandan keyin ikkinchi istiftah duosi var ya, şu istiftah duosi şu. İmam Muhammed ve celle sanauke deganni qo'shib qo'ydi, ve la yazidu alayhi. Buningdan ortiq qilmaydi bu shu. Ve celle sanauk deblam to'xtaydi, subhanakallahumma ve bihamdik ve tebarakesmuka ve taala cedduka ve la ilahe gayruka ve celle sanauke deb buningdan boshqasini qo'shmaydi. وقال أبو يوسف يجمع بينه وبين قوله وجهت وجهي إلى آخره. İmam Ebu Yusuf rahimahullah Subhanak Allahumma degan söz bilan o Allah Teala'nın inni vajjahtu vajhiya lillazi fatara semawati vel arda hanifen ve ma ana minel müşrikin degan sözni ikkisini jug'laydi. Ikkilasini o'qisa bo'ladi. لأن الأخبار وردت بهما. Çünkü hadis, Resulullah'ın hadisleri işkilisi bilen geldi ve işkilisini haber kıldı. Ve feyucma'u beynahuma. İşkilisi varsa şunun çoğunluğunda işkilisi amel kılış için. Ve başka hadislerde bu şu. Buna Resulullah'ın başka hadislerinde başka halette kelgen bu kaçka başkasını okusun buladı. Bununla emas başkasını qatib subhanakallahumma o'qiydi. Anındakin Allahu ba'at ve beyne hataya kema ba'at beynel meşriq vel maghrib o'qiydi ve yana başqalarını okusun bulaverdi. وَلَهُمَا مَا رَوَى İbn Mes'ud وَعَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ. Bu işköylerinin delili İmam Muhammed'in, İmam Ebu Hanife'nin delili Abdullah bin Mes'ud Enes radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselam'ın rivayet kılgan hadis. Ennehu kâne izâ kebbere liftitahi salâ qara subhanakallahumma. Resulullah'ın rivayet kılgan hadis. O Resulullah buğan kaçan tekbir etse namazdan başlaştın Allahu Ekber deb subhanakallahumma okuydu da. Kelgen bu hadis. Ahir kısımda. Ve hakaza ruya an Ebi Bekir'in ve Ömer radıyallahu anh. Şunlukla Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anh aşında rivayet kılgan. Yani bunu subhanakallahumma ve bihamdikeni okuydu. Rivayet kılgan. Ve ma ruya min hadisi teveccüh hamdi. İnni vecehtu vecihel lillezi fetara semavat. Kanda karaysiz. Onunla nemi cevabınız badise teveccüh ediyse yani inni vecehtu vecihe men yüzümni asman tarafga inni vecehtu vecihe lillezi fetara semavat. Asman zamanı yaratkan Tanrım Rabbim tarafga qarattım, şu taraf yüzlendirdim, öğrendim degan bu hadis bu teveccüh hadisinden rivayet kılıngan hadis İslam'ın beşide bo'lgan. Falamma şuri'at tasbih yolu koyulaptı. Subhanakallahumma ve bihamdik deb bu mansub qilindi. Kama ruya ennehu kan yaqul xuddiki
ya'ni rivoyat qilingandek u payg'ambar bo'lgan deydi rukuda raka'alaka zahri deydi. Sana meningki uçam dümbem igildi ve secdede secdelaka vajhi sana mening yüzem secde kıldı. Yani deydi an Allah'ın fasabbih isme rabbikel azim degan mushu oyat tushgan chaqda o sahabalar uni rukuga qilib subhana robbiyal nima azim subhana robbiyal azim dedi va sabbih isma robbikal a'la tushganda ular uni sajdada qilib subhana robbiyal a'la dedi va uning oldida davatgan ish amaldan qoldi. Takazalika fima nahnu fi ana shuningdek biz devatgan narsami amaldan qoldi. Tavfiqan baynal hadisayn ikki hadisni moslashtirish va birlashtirish uchun hadisni qo'yimiz, hadisga amal qilamiz. Ama İmam Ebu Yusuf rahimahullah ikkilisini desin bo'ladi. İmam Şafii rahimahullah ikkilisini desin bo'ladi. O İslamning beshida bo'lgan, hozir bo'lmagan degandan ikkilisini desin bo'ladi. İnşallah ayat dersimiz ve yeta'avvazudun. Yani a'uzu demdu dememdu. Digende üllük demdu ya ki mahfi demdu. Her bir kıtım namazda başlaganda yani Sure Fatiha'da başlaganda demdi ya ki 5'de bir kıtım digence şunu olan kıfaylandı digen muşaqda inşallah to'xtalamiz. Allah subhanahu wa ta'ala hammalarga yaxshilik, tavfiq, hidoyat bersin. Ulug' Allah subhanahu wa ta'ala u darsimizni musulmonlarga manfaatli dars qilib bersin. Ulug' Allah darsimizni xolis va qiyomat kuni amal mizonini qo'yiladigan darsni qilib bersin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Rahmatika ya arhamar rohimin.